Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yangi kelgan mahsulotlarni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchisi bu SPF 50 leto kremlari. Quyoshdan himoyalash vositasi. Issiq yoz mavsumida SPF kremlarsiz tashqariga chiqish teri sog'lig'i uchun juda ham zararli hisoblanadi. Aynan Faberlic'dagi SPF'lar o'zida Avstraliya standarti bo'yicha tarkibni jamlagan. Shuning uchun ham bular 2 barobar tezroq va ko'proqqa ishlab beradi. Tarkibi Novaftem. Demak, vosk, asallari voski, vitamin E, turli donlar oqsillari, titan dioksidni o'z ichiga oladi. Aynan mana shu SPF leto juda ham mashhur bo'lgani uchun buni arzon podelka variantlari chiqishga ulgurgan va siz aynan eng original va sifatli SPF leto Faberlic mahsulotlarini xarid qilmoqchi bo'lsangiz, aynan nakladnoy bilan keladigan maxsus buyurtma oladigan a'zo bo'lgan insonlardan xarid qilishingiz mumkin. Yoki o'zingiz a'zo bo'lib SPF krem yoki barcha mahsulotlarni o'z ichki narxida olish ehtimoli bor. Aynan qalbaki mahsulotdan ehtiyot bo'ling. Agar siz xarid qilmoqchi bo'lsangiz, murojaat qilishingiz mumkin. Quyosh nuri o'z tarkibida 3 ta nur komponentini jamlaydi. Bular ultrabinafsha, infraqizil va ko'rinadigan nurlar. Aynan bu nurlar tarkibi ma'lum bir dozada ozon qatlamida ushlab qolinadi, lekin teriga yetib kelgan bu quyosh nurlari bugungi kunda teri uchun juda ham zararli. Aynan terini qarishi, bir qancha kasalliklari, terida toshmalar, pigmentatsiyaning ko'payishiga sababchi bo'ladi. Bu bo'yicha fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Qo'shimcha ma'lumotlar kerak bo'lsa, siz bilan baham ko'ramiz. 2 ta buyurtma asosida kelgan. Endi sizlarga yana bir SPF kremini ko'rsatib o'taman. Aynan bu Expert seriyasidan. Expert o'z nomi bilan Expert, ya'ni mutaxassis seriyasidan oqartiruvchi va o'z tarkibida quyoshdan asrovchi komponentlarni saqlagan kunduzgi krem hisoblanadi. Aynan bu krem kimlarga tavsiya etiladi? Bu krem o'z ichiga yana qo'shimcha sifatida bu kunduzgi bo'lsa, tungi kremni ham oladi. Aktiv kechki oqartiruvchi krem. Bu 2 ta krem jamlanma sifatida ishlatilganda u bir-birini to'ldiradi va birinchi navbatda quyosh nurlaridan himoya qiladi kunduzgisi va kunduz va kechki davomida umumiy terida pigmentatsiya jarayonini me'yorlashtiradi va natijada dog', sepkil, turli xildagi ichki kasalliklar bo'yicha kelib chiqqan yuzdagi dog' va pigmentatsiya qaralik dog'larni kamaytirishni va ma'lum vaqt davomida ishlatilganda ularni yo'qotishga yordam beradigan mashhur Expert seriyasi kremlari. Yoki buni agar siz quyoshda yaxshigina kuygan bo'lsangiz, terini oqartirish uchun ham ishlatishingiz mumkin. Buni ishlatayotgan vaqtda siz demak qanday ishlatasiz? Ya'ni yuzni tozalab yuvasiz, tonik ishlatasiz va haftada 2 marta Expertni o'zini pilingi bor, uni ishlatasiz va tonikdan so'ng kremga o'tishingiz mumkin. Kechqurun bo'ladigan bo'lsa kechki krem, kunduz bo'ladigan bo'lsa
kunduzgi kremni ishlatishingizni tavsiya beramiz. Agarda sizda bu ichak kasalliklar, ichki bo'yicha muammo bo'lsa, dog'lar, febrlikda aynan choylar bor, detoks choylar, ichki muammolarni, shilliqlarni tozalab beradigan. Detox morning va evening, ya'ni kunduzgi va kechki choylar bor. Ular bilan ham birgalikda buni ishlatadigan bo'lsangiz, effekti yanada yaxshi seziladi. Keyingi kremlarimiz, demak, Oxyology seriyasidan namlantiruvchi kechki va kunduzgi kremlar. Bu kremlarning barchasi 50 ml hajmda chiqadi. Juda ham qulay hajm. Bu hajmni ishlatish davomida sizda krem ortiqcha srokidan keyin qolib ketmaydi, saqlash muddatidan qolib ketmaydi. Ishlatishga ham juda ham qulay. Va kremni kichkina bo'lgani bilan ozgina miqdori ancha teri yuzasiga yetib beradi. Mana shunga ham ahamiyat berish kerak. Demak, aynan havo rangi Oxyology seriyasidan bu kuchli namlantiruvchi hisoblanadi. Bu Oxyology seriyasini siz bemalol 15 yoshdan to'yinki 70-80 yoshgacha bemalol ishlatishingiz mumkin. Mana shunaqa umumiy seriyalardan biri Oxyology seriyasi. Demak, bu seriya terida namlik miqdori, suv balansi kamayganda yordam beradi. Bu umumiy terilar uchun, yog'li terilar uchun ham, demak, boshqa terilar uchun ham javob beradi.